Har doim aytganimdek, har bitta natija men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Yana bir oila bilan biz birlamchi pishlikni birgalikda yengdik. 2 yil bo'ldi turmush qurganinglarga. 2 yil bo'lgan turmush qurishganiga haligacha tak 500 dan oshgan mana ya'ni bachadonchi inseminatsiyasini amalga oshirdik va biz kutgan homiladorlik, bilasizlarmi, har bitta oilada homiladorlik bo'lsa, farzanddek ulug' bir mo'jiza ne'mat Alloh berishiga sababchi qilsa, men juda ham xursand bo'laman, chunki eng oliy maqsadim farzand talab oilalarga ilm darajasida yordam berish. Hozir uzida qilamiz, homilamizdan ko'ramiz. Va biz kutgan homiladorlik endigina bachadonga tushgan. Duo qilinglar, bu homilamiz o'sib, rivojlanib, eson-omonsiz qo'liga olsin. Sizlar uchun juda ham xursandman, tabriklayman. Zo'r.